Matizlari narxiga inomarka haydamoqchimi deylar? Mana sizlarga xuddi sizlar aytganinglardek Nissan Maxima boshida chiqqanda bu mashinalar narxi juda ham baland bo'lgan. Buni haydab ko'rganlar, minib ko'rganlar juda yaxshi biladi. Oyog'iga 4 yumshoq balon taqib qo'yibdilar. Xo'p, salon holatlari yomon emas. 300 mingdan tinchoq yurgan mashina. Xo'p, mana holatlari. Piano maktafonlar ham so'nimga qilib qo'yibdilar. Mechigar pul, video registratorlari bor, antiradarlarda. Mashina faqat benzinda, gazga hujjati bor ekan, texnik hech qanaqa ishi yo'q ekan. O'zingiz uchun bemalol ko'rib, proverka qilib, tekshirib olasizlar. Holatlari juda ham zo'r. Mana orqa holatlari. Bu mashina yuradimi deydiganlar uchun maxsus 3 litrli motor bilan jihozlangan, texnik hech qanaqa ishi yo'q ekan. O'zingiz uchun bemalol ko'rib, proverka qilib, tekshirib olasizlar. Yo'q narx kanalimizdan olib, maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i $3190 ga beraveramiz.